Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayoti sirlarini o'rganamiz. Video boshidanoq kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiya Qozonchi. Saodat asri 2-kitob 37-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Rasululloh, Abdulloh ibn Ubayning oldiga borsangiz yaxshi bo'lardi deyishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu taklifni qabul etdilar. Eshakka minib yonlariga bir necha sahobalarini olib, ibn Ubayning mahallasiga qarab yo'lga tushdilar. Abdulloh ibn Ubay mehmonlarni ochiq yuz bilan qarshilamadi. Sal nari tur. Vallohu eshagingni hidi ko'nglimni aynityapti, dedi atay qitmirlik bilan. Odatda hech kim bunday kutib olinmasdi. Bu so'zlar tarbiya ko'rgan odamning gapi emas. Ibn Ubayning qo'shnisi Abdulloh ibn Ravoha payg'ambarimizning javoblariga o'rin qoldirmadi. Allohga qasamki, seni hidingdan Rasulullohning eshaklarining hidi yaxshiroqdir. Abdulloh ibn Ubay jahli chiqib so'kindi. Bir pasda ikkovlari solisha ketdi. Bir-birlariga musht tushirishar, hatto poyabzallarini ochishar edi. Payg'ambarimiz oraga tushib ularni ajratib qo'ydilar. Bu keluvdan hozir bir natija chiqmasligini bilib, u yerni tark etdilar. Juma namozi endi Masjidi Nabaviyda o'qila boshladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xutbada qisqa va sermazmun ifodalar ila mo'minlarning aqllariga va ruhlariga xitob etardilar. Namozdan mo'minlarning qalblari poklanib chiqardi. Juma namozi kunning eng qizigan paytiga to'g'ri kelardi. Dalada yo bog'da ishlaydiganlar to'g'ri o'sha yerdan kelishardi. Ularni jundan to'kilgan kiyimlaridagi hid havoni aynitib, issiq kunda nafas olishni battar qiyinlashtirardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu vaziyatni tuzatishga kirishdilar. Mo'minlarni haftada kamida bir marta yuvinishga imkon bo'lsa, juma kuni alohida bir libos kiyib masjidga chiqishiga va xushbo'y atirlardan sepishiga da'vat qildilar. Juma kunlari masjidda yuzaga kelayotgan noxush vaziyat shu yo'l bilan yo'qoldi. O'sha kunlari Makka mushriklarining Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga suiqasd uyushtirish ehtimoli ma'lum bo'ldi. Ashobi kirom hushyor tortdi. Xosatan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tadbir bilan harakat qilish zaruriyatini his etdilar. Kechalarini bedor o'tkazishga majbur bo'ldilar. Bir kecha uyqusizlik so'ng haddiga yetganida u zoti sharifning ko'ngillaridan qani endi do'stlarimizdan birontasi kelsa-yu men bir oz uxlab qolsam degan istak kechdi. Ko'p o'tmay tashqaridan qilichini sharaq-shuruqi eshitildi. Payg'ambarimiz kim u deb so'radilar. Tanish bir ovoz: "Menman ey Rasululloh, Sa'd ibn Vaqqosman" dedi. So'ngra yaqinroq kelib maqsadini bayon etdi. "Ey Rasululloh, yoningizda qorovul bo'lib tursam, siz ozgina dam olsangiz degan edim." Faxri koinot sallallohu alayhi vasallam hazratlari Allohga shukr etib darhol uyquga yotdilar. Bir necha kun davom etgan bu hushyorlik balki to'satdan qilinishi mumkin bo'lgan hujumning oldini olgandir. Balki mo'minlarni xavotirga solib bezovta qilgan bu xabar yanglish bo'lgandir. Har holda ko'ngilsiz hodisa ro'y bermadi. Bir kecha Usayd ibn Huzayr va Abod ibn Bishr shom namozidan keyin ketmasdan xuftongacha masjidda qolishdi. Xuftonni o'qigach payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan suhbat qurishdi. Keyin ruxsat so'rab uylariga ketishdi. Ikki birodar payg'ambar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlaridan chiqib manzil tomon ketar ekanlar. Oldilarida bir nur paydo bo'ldi. Ular yurgan sari nur ham ildamlar, yo'llarini yoritib borar edi. Ikki o'rtoq qadamlarini qayerga tushirayotganini, nima bosayotganlarini ko'rib turishardi. Ular ayrilgach, nur ham ikkiga ajraldi. Biri Usaydning, ikkinchisi Abodning yo'liga shu'la tashlab, uylarigacha kuzatib qo'ydi. Keyin nur g'oyib bo'ldi. Ikki do'st buni Allohning ikromi deb bildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madina xalqini, yana musulmon-yu musulmon bo'lmagan barchasini bir tan bir jon etmoqqa niyat qildilar. Shu bilan tashqaridan kutilayotgan hujumlarga qarshi Madinaga kuchli ichki
osoyishtalik o'rnatish mumkin edi. Yahudiylarning kattalari bilan uchrashdilar. Ikki tomonga foyda beradigan bir shartnoma ularga ham lozim edi. Bu shartnomada musulmonlar va yahudiylarning o'z dinlarida erkin bo'lishlari, shaharni har qanday hujumlardan birgalashib mudofaa etishlari, bir-birining dushmani bo'lgan biron qabila bilan shartnoma tuzmasligi, Qurayshliklarga yordam bermasligi, zulm va haqsiz qilganlarni himoya etmasligi. Biron kelishmovchilik chiqsa, Rasulullohga murojaat etishlari lozim degan muhim moddalar bor edi. Madina kechagi kunga nisbatan yanada quvvatli, yanada osoyishta holatga keldi. Muhojirlar bilan ansorlar o'rtasida birodarlik vujudga kelishi bilan musulmon bo'lmagan madinaliklar bilan yahudiylar oraga solishi mumkin bo'lgan fitna fasodni oldi olingan bo'lsa, butun Madina xalqi qattiq e'tibor bergan bu shartnoma tufayli tashqi munosabatlarda ham mavqeliklari xiyla ko'tarildi. Hazrati Abu Bakr, Bilol va Amr ibn Fuhayra qattiq betob bo'lib qolishdi. Istima xuruj qilgan chog'larida Abu Bakr hushidan ketar, alahsirab har inson oila a'zolari orasida tong ottirar. Holbuki o'lim unga chakmonning kamaridan ham yaqinroqdir ma'nosidagi baytni takrorlar edi. Yonida yotgan Bilol ham shunday holatda edi. Bir tungina bo'lsa ham dimog'imga maysalarning hidini to'yib, Makka vodiysida tunasam edi. Bir kungina bo'lsa ham Majanning suvi boshida mehmon bo'lsam, Shoma va Tofil tepaliklarini ko'rarmikinman kabi baytlarni o'qir. Ba'zan bu baytlar ketidan Allohim Utba ibn Robiyaga, Shayba ibn Robiyaga, Umayya ibn Xalaflarga la'nat yog'dir. Ular bizni vafo yurti bo'lgan bu shahardan qanday surib chiqargan bo'lsalar, sen ham ularni rahmatingdan chiqar deb duoibat etar edi. Bemorlarni ziyoratiga kelganlar orasida Hazrati Oysha ham bor edi. U ham boshqalar qatori bemorlardan hol ahvol so'rar, ko'pincha ulardan javob ololmas, alahsirab o'qilgan she'rlarini tinglab qaytib ketar edi. Bir kuni yana ularni ko'rib qaytarkan, ularning ahvolidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni xabardor etdi. Qattiq istima tutib, na birovni gapini tushunadilar, na o'zlarini gaplarini anglaydilar dedi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam ulug' Allohga yuzlandilar. Allohim, Makkani sevdirganing kabi, hatto undanda ustun bir sevgi la Madinani ham bizlarga sevdir. Tosh tarozimizga barokat ber, kelgan bu ofatni juhfaga ko'chir deya duo qildilar. Rasululloh har safar namoz insonni poklashi haqida gapirdilar. Bu suhbat asnosida bitta namoz yomonlik va buzkunlikdan saqlaydi ma'nosidagi oyat mo'minlarning qalbiga yana bir marta naqsh etildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'zlarida shunday davom etdilar. Birortangizni eshigingiz oldidan oqib o'tadigan ariq bo'lsa-yu, har kun unga 5 marta tushib yuvinsangiz tanangizda kir qoladimi deb so'radi. Yo'q, kir qolmaydi ey Nabiyulloh deyishdi. 5 vaqt namoz mana shu ariq kabidir. U namoz vositasida Alloh gunohlarini, xatolarini yuvadi dedilar. Rasuli Kibriyo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahoratdan mavzu ochdilar. Bir musulmon tahorat olar ekan, yuzini yuvganida ko'zi bilan qilgan gunohlari to'kiladi. Qo'llarini yuvganda qo'llari bilan qilgan gunohlari to'kiladi. Oyoqlarini yuvganida gunohning ustiga tashalgan qadamlar kechiriladi. Natijada inson gunoh qilmaganday pokiza holga keladi. Ummatim, qiyomat kuni mana shu mahsharga tahorat olganda yuvadigan a'zolari nurli bo'lib keladi. Bu nurni ziyodalashtirmoqchi bo'lganlar shuni bilib harakat qilsin dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahoratda misvok ishlatib, og'iz va tishlarini toza tutishni ma'naviy jihatdan foydasini tushuntirar ekanlar. Mo'minlarga og'ir bo'lmaganida har tahoratda misvok ishlatishga buyurgan bo'lardim dedilar. Bularni eshitgan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaqindan taniganlar haqiqatdan ham faxri koinot payg'ambarimizning har tahorat olganda misvok ishlatishlarini esladilar. O'sha kuni masjiddan chiqqanlarning quloqlariga quyilib qolgan mana bu so'zlarning umri abadiydir.
Bir kishining jamoat bilan o'qigan namozi uyida yoki bozorda yolg'iz o'zi o'qigan namozidan 25 daraja ustundir. Kishi uyida chiroyli tahorat olgach, jamoat bilan namoz o'qish maqsadida masjid tomon yo'lga tushsa, tashlagan har bir qadami uni bir daraja yuksaltiradi. Har bir qadamda bitta gunohi to'kiladi. Namozda turganida farishtalar Allohim unga marhamat qilgin deya qayta murojaat etadilar. Bu hol u kishi keyingi namozini kutishi muddatida ham davom etadi. Usoma yana bir kuni o'shandagiday alfozda kirib keldi. U ko'chada changitib rosa o'ynagan, yuzlari g'ujalaq bo'lib ketgan, ter va tuproq qorishib, qarab bo'lmaydigan holga kelgan edi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam uni ko'rdilar-u, yuvintirib qo'yish uchun o'rinlaridan qo'zg'aldilar. Ammo bu gal Hazrati Oysha sal ilgariroq sapchib turdi-da, "Menga qo'ying uni, yo Nabiyalloh, o'zim yuvintiraman", dedi. Nabiylar sarvarining yuzlarida mamnuniyat ifodalari balqidi. Tabassumga yo'rg'ilgan bir ovozda "Ey Oysha, uni sev, chunki men uni sevaman", dedilar. Sal o'tmay Usoma ozoda bo'lgan edi. Bir kuni Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidning qibla tarafida ozgina tupukni ko'rib qoldilar. Ko'ngillari g'ashlandi. Qo'llaridagi kaltak uchi bilan olib tashladilar. So'ngra jamoatga o'girilib, "Ichlaringda kim o'zidan Allohning yuz o'girishini istaydi?" deb so'radilar. Boshlar qo'yi egildi. Kimsadan javob chiqmadi. Janobimiz savollarini takrorladilar. "Kim u oralig'ida o'zidan Allohning yuz o'girishini orzu qiladigan?" Yana sado chiqmadi. 3-marta so'raganlarida "Hech qaysimiz orzu qilmaymiz, yo Rasululloh", deyishdan to'planganlar. Namoz o'qigani turgan kishi Alloh taolo rahmatini qibla tomondan yuboradi. Shuning uchun hech kim qiblaga qarab tupurmasin, o'ng tarafga ham tupurmasin. Tupurgisi kelib qolsa chap tomonga, chap oyog'i turgan joyiga tupursin. Agar joy tor bo'lsa, dedilar, va bo'yinlariga tashlagan ro'mollarining uchiga tupurib qatladilar-da, shunday qilsin, dedilar. Buning ma'nosi ro'molchasiga tupursin demak edi. Kimning tupugini noma'lumligicha qoldi. "Menga ozgina atir keltiringlar." Yosh yigitcha o'rnidan turdi. Bir pasdan keyin hovuchida atir bilan kirib keldi. Payg'ambar janobimiz sallallohu alayhi vasallam qo'llaridagi kaltak uchini atirga botirdilar va u bilan tupuk tushgan joyini siypalab qo'ydilar. Bir necha kishi masjidga kelganida namoz allaqachon boshlangan. Endi rukuga borilayotgan palla edi. Chopqillab kelib namozga qo'shilib olishdi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam namozni tugatgandan keyin jamoatga o'girildilar. "Nimaga chopdilaring bunaqa?" deb so'radilar. "Namozga yetib olishga shoshildik", deya javob qilishdi. "Boshqa safar bunday qilmanglar. Huzur va xotirjamlik bilan mazmun salobatli odamlar bilan kelinglar namozga. Hatto kech qolgan bo'lsangiz ham yetishgan qismingizni jamoat bilan o'qing. Oldinroq o'qib qo'yilgan qismini keyin o'zingiz tugatib qo'ying", deya marhamat qildilar. Makka. Bir zamonlar agar Alloh mening bu kasalimga shifo berib tuzalib ketsam, Ibn Abu Kabshaning, ya'ni payg'ambarimizning ta'zirini berish bo'ynimga qarz bo'lsin. Makkada uning xutbasiga ibodat qilinmaydi deya qasam ichgan Abu Uhayya oradan ko'p yillar o'tganiga qaramay og'ir darddan qutula olmadi. O'g'li Xolid musulmon bo'lgach uydan chiqib ketganicha loaqal bir bora qaytib kelmadi. Qo'liga tushsa-ku, o'zi biladi nima qilishini. Avval rosa ta'zirini beradi. Keyin qiziqib qolgan u yangi diningni tark et, ota-bobolaringni eski diniga qayt deb buyuradi. Ammo nachora Xolid uyiga kelmadi. Bu yoqda kasali ham yoqasini qo'yib yubormayapti. Sham kabi kundan kunga erib bitdi Abu Uhayya. Nihoyat bir kuni ajal o'qi otildi. So'nggi nafas olindi-yu Allohga va rasuliga dushman bo'lgan birining hayoti daftari yopildi oxir. Azob farishtalari keldi. Uni habis ruhini tanasidan judo etdilar va Allohning rasuliga dushmanligini hisobini so'rash uchun olib ketdilar. "Sizlar kimsizlar?" "Men Abu Uhayyaman. Makkaning eng ko'zga ko'ringan shaxslaridan ekanimni duch kelgan odamdan so'rashingiz mumkin ham", deya olmadi. Haqiqatdan Makka shahri kufrning boshchiligida bo'lmish
nufuzli shaxsiyatlarning biridan judo bo'lgan edi. Ayni chog'da musulmonlar ham ashaddiy dushmanlarining biridan qutuldilar. Xolid ibn Said otasining o'limidan xabar topmadi. Xabar topganida ham hech xafa bo'lmasdi. Ya'ni o'g'lini haq yo'ldan qaytarishdan boshqa ishi bo'lmagan, islom dinini tug'ilgan joyidan bo'g'ishga harakat qilgan bunday insonning o'limi xafa bo'lishga ham arzimas edi.